Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 7 tug' ota ziyoratgohidamiz. Xudo xolasa mana qabr toshlariga mana shunday o'yib ismlari yozilganmi yoki qaysi yil yashagani yozilganmi? Mayda mana ismlarini ham yozib qo'yibdi. Said Ziyovuddin. Ikkinchisi, birinchisi sanab turinglar. Said Ziyovuddin. Bunisida ism yo'q. Bunisida Said Nizomiddin. Bunda ham qabr toshi bor mana. Yana o ikkita bir nima bor ekan mana edi. Uchta. Said Murtozo. Bunisida ham qabr toshi bor. Og'ajon Begim binti. Bunisida ham qabr toshi bor, lekin ismi yo'q ekan. Bunisida ham qabr toshi bor. Said Porsoxon. Kimda mana shunday mana shu qabrlarga mana shu ismlarga bir ma'lumotlar bo'lsa, kimda kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xudo xolasa bilmaganlarga qiziq, albatta. Bilganlar uchun bir takroriy bir anaqa bo'lib qoladi. Bu qabrlar kimniki ekan, bu yoqlarda bilmadim, ammo bu yerda ham mana qabr toshlari bor, bu yoqlarda ham qabrlar bor ekan. Mana bu juda katta qabr ekan. Bu yerda ham Mir Said Ishoq. Bunisi ham bor ekan. Mir Said Fathulloh. Ismlarni qaranglar. Go'zal. Mana shunday. Mana bu yoqda ham ism bor ekan. Buni ham o'qib beray. Mir Said Abu Turob. Mana shunday qabrlarda mana ziyorat qilib, Xudo xolasa qaytyapmiz. Ziyoratlarimizni Alloh dargohi ilohida qabul qilsin. Bunimiz menimcha qiblaga qarab qo'yilgan ekan. Mana perikos deydi-ku, ustalar tilida. Xuddi shunday qilib to'g'ri emas, perikos qilingan. Demak, qibla bu to'g'rida emas, bu burchakroqda ekan demak.